Hammaga assalomu alaykum. Videoni qaranglar. Mana bu Britaniyadagi eng katta qadimiy qasrlardan bittasi. Ko'rdinglar-a? Hop, davom etamiz. Bugungi videoda Britaniyada mavsumiy ishdan tashqari boshqa ishlarga borsak bo'ladimi degan savolni birga ko'rib chiqamiz. Ha, bo'ladi. Ya'ni kim qurilish ishlariga, skladlarga yoki qanaqadir zavodlarga, shunaqa ishlarga borsanglar bo'ladi. Ya'ni kim hamma ish turidan bor, ayollarga ham bor, erkaklarga ham bor. Faqat ularni olish tartibi bor. Birinchi bo'lib, siz ish beruvchiga haqiqatdan shu kasbga siz loyiqligingiz haqida bularga inglizchalab intervyu topshirasiz va intervyuda o'zingizni shu kasb egasiligingizni, shu lavozimga mosligingizni inglizchalab tushuntirib berishingiz kerak. Undan keyin bular sizni ko'rib chiqib, haqiqatdan ham bizga kerakli kadr ekan bu deb sizga o'zlari sponsorship viza beradi. Ya'niki viza olishingiz uchun kurs raqam beradi. Agar siz ingliz tilini bilmaydigan bo'lsangiz yoki nemis tilini bilmaydigan bo'lsangiz, Germaniyaga ishga ketaman, sho'pirchilikka, qurilish ishlariga, skladlarga, Adidas, Nike zavod, Range Rover zavodlarga, upakovka ishlariga deb internetdan olayotgan takliflaringizdan hushyor bo'ling, aldanib qolasiz. Endi bunaqa takliflar beryapti-yu, o'zimiznikilar ham O'zbekistonda nima qilsam bo'ladi deyotganlar. Meni Telegram kanalimga shu shartnomalarini olib menga tashlab bering. Kuchukcha Angliyaga ketdik deb mana uni yozasiz, meni lichkam chiqadi. Tashlab bering, men sizga ko'rib, o'rganib, ha to'g'ri ekan, jo'nata oladi, jo'nata olmaydi, sizni aldayapti deb aytib beraman. Bu sizga shunchaki ma'lumot xolos. O'zingiz qiynab oldindan shoshilib pul to'lamang. Chunki ularda har xil sizni shoshtiradigan takliflari bor. Bundan tashqari meni Migrant 700 degan mana bu Telegram kanalim bor. Shu kanalga qo'shilib oling. Kutib turing, har kuni odamlar shartnoma tashiydi, tekshiramiz, javobini aytamiz, shundan o'rganib turaverasiz. Qanaqa ishlarga ketsa bo'ladi, qanaqa ishlarga ketsa bo'lmaydi. Bu videoda o'zingizni do'stlaringizga, qarindoshlar gruppasiga, yo bo'lmasam oshna og'aynilar gruppalariga tarqatib, sahranit qilib, like bosib qo'ying. Sababiki, hozir kerak bo'lmagani bilan kelajakda sizga Yevropaga chiqmoqchi bo'lsangiz, shu firmalarni tekshirishda men sizga beminnat yordam beraman. Sahranit qilib, like bosishni unutmaymiz. Salomat bo'lasizlar.